Aka, Artel brendi ostida ishlab chiqariladigan golf kartlar haqida eshitganmidinglar? Hozir obzor qilib beraman. Golf karti g'ildiraklariga bitta baho berib qo'yasizlar. 10 dyumli g'ildiraklar bilan jihozlangan golf kart hisoblanadi. LED faralar bilan ishlab chiqariladi. Bu golf kartimizda 2+2 modelidagi sport kart hisoblanadi. Ya'ni oldida ikkita odam, orqasida ikkita odam harakatlana oladi. Bu golf kartimizning uzunligi 2885 mm tashkil qilsa, kengligi 1230 mm, bo'yi bo'lsa 1910 mm tashkil qiladi. Bu golf kartimizda 5 kW quvvatdagi dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 6 ta 8 voltli, jami 48 voltli akkumulyatorlar bilan ishlab chiqariladi. Bu golf kartimiz 10 dyumli monitor bilan jihozlangan bo'lib, mediaga javob beradigan monitor hisoblanadi. Undan tashqari bu monitor orqali siz bosib o'tilgan masofani va tezlikni ko'rish imkoniyatini beradi. Bu golf kartimizning oldi qismida 4 ta podstakanik va 2 ta karmondan iborat torpedka bilan ishlab chiqarilgan. Bu torpedkamizda rejimlarga o'tkazish, ya'ni yuqori va past rejimlarda o'tkazish tugmalari, shuningdek oldi va orqaga yurish tugmalari va avarinka tugmalari bilan jihozlangan bo'lib, hattoki telefoningizni quvvatlash uchun ham maxsus portlari bor. Bu sport kartimizni 6 soatda to'liq zaryadlash imkoniyatini beradi. Bir to'liq zaryad bilan 80 km masofani bosib o'tadi. Soatiga 30 km tezlik bilan harakatlana oladigan ushbu sport kartimiz sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, Aquabuild kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.